yig'ishtirib olish kerak. Hammaga salom do'stlar, bilan Realistik. Bugungi videoda mana bu qanizani. Mana bu Mr. Steve bilan Yugurum challenge-ni oldik. Qani nima? Nezarayt ketganmi? Ye. Yo'q, nezarayt ketgan. Nima kerak oldi? Olmos yesa berasiz. Be. Nezaraytmi? Olmosni be. Temir berdim u. Nima uchun nezarayt ekan? Olmosni bermayga hamma. Yo'q. Yo'q, men nima ishlayapman? Yo'q, tashlaymiz nezaraytni. Nezarayt tashi. Nezarayt emas, olmos. Yo'q, nezarayt tashiysan. Nezaraytni yo'qot, hech kimga kerak emas. Ay, tashab qo'ydim. Sizlarga bitta o'tgan galgi videoni ko'ryapsiz. Qani? Soat 2ga nechta video chiqarasiz? Bir kunda nechta video chiqarsa ko'ra olasiz. Endi bunday qilaman. Batterik olasiz. O'shanga moslab videolar chiqarishni boshlayman. Ana. Hali yo'q deyapti. Ben qachonlar yo'q deb qo'yaman. To'g'ri javob ber. Tayyor. Mana. Hozir. Bo'ldi. Sen ham tez bor. Chek kuraslar endi. Chek bilan jigarlar hozir qaytaman. O'ziga sabit. Pepsi-san. Bo'ldi, qaytdim. Narsalarni yasadim, endi qilamiz. Faqat oq daraxt chopish kerak. Chopamiz. Ertalab qilishim shart endi. Moblar ko'payib ketsa video yaxshi chiqadi, to'g'ri. Bo'ldi. Ha. Yasab olganmi? Tayyor chopdik. O'n yettita. Yashab ketgan mehmonlar bo'lishlar desa kerak. Chopamiz. Qolmaydi. Boshqa daraxtni chopamiz. Tayyor. Tayyor. 35 ta daraxt. Endi 10 chop kelamiz. Ya, yuguraversan. Qarang, normallarni chopish kerak. Hammasini chopmasak bo'lmaydi. Hech bo'lmasa bir stakdan ko'p chopish kerak. Hozir bir stakdan ko'p chopmasam umuman bo'lmaydi. Yaxshi ham olmoslik taporim bor. Umsam hozir tosh yasab, bu turib. Sen anaqa nima desa bo'larkan? Realistik. Sen anaqadan olgansan. Kreativdan olgansan olmos deyishlar mumkin. Yo'q, biz shunchaki videodan oldin banshtaga joy topish uchun anaqa qiluvdik. Yuruvdik. Men hozir o'lgan joyimni ko'ringlar. Yo'lda piramida topib oldik va ukam undan olmos topdi. Shuni chopsam yetsa kerak.
olish kerak. To'xtanglar. Bizga zina kerak birinchi o'rinda. Tayyor. Endi bir stak Keyin bo'ldi. Oson bo'ladi deb qo'yish kerak. Qaranglar, buni texnologiya ortiqcha bizga kerak emas. Hozir yo'q. Mana shu yerdan olib o'tiraman. Derazalardan kiryapti. Jirkan olamiz. Katiga bir stak yetadi. Sizlar komment yozinglar, shader bilan o'ynaganimi yaxshimi yoki shadersizmi? Albatta kommentariyaga yozinglar. Yozinglar, tushundinglar? Hozir menga ko'mir kerak bo'ladi keyin yana mana shu yerga kelish kerak bo'ladi. Shuning uchun bitta bo'lsa ham mana shu ko'mirlab ketish kerak. Quyoshda kuygan bu. Quyoshda kuygan, ko'ryapsizlarmi? Bu ichkaridagilar qanaqasiga kuygan man hayronman. Quyosh vaqt tashqari tarafga tushadi. Ana, mana bunday olsak, fakelni qo'yib qo'ysak, bir stakdan oshiq olib ketsam yetadi. Chunki u pechga u bo'laga kerak bo'ladi. To'g'rimi? Chopamiz. Yana 5 kun kutib turasizlar. Bu g'alati ko'rinyapti. O'ynab bilmadim. Janob Mirzaga aytaman. To'plar qayerdandir mana bu yerda. Короче, qizil bloklar bor ekan. Keyin boshqa joyda turasizlar endi. Buni olaman. Tepada buni o'rniga bitta yog'och qo'yaman. Mana bu tepadagini ham qo'yib tashlab, o'rniga tosh qo'yib qo'yaman. Chunki bu yerning joyida tosh bo'ldi. Qo'yib yubordim. To'g'rilab olish kerak. Bu joy tosh bo'ldi. Tepada nima? Tushunmadim. Tepada qanaqadir parval bo'ladi. Bo'ladi. Parval tagida bo'ladi-ku. Uy tepasida parval bo'lmaydi-ku. Tushunmadim. Qanaqadir narsa bor ekan tepada. Hozir aniqlashtiramiz. Xo'sh, birinchi mana bu daraxt, men taxtani olib tashlab, boshqa joydan chiqib kelish kerak. Bu yerdan chiqishga menimcha bunaqa joy bo'lmasa kerak. Nima bor ekan, u yerga tosh qo'yib ketaylik. Tak, hozir aniqlashtiraman. Tepada nimadir bor, nimadir ko'rgandek bo'ldim. Qanaqa temir bor ekan. Aka ochlaydi. Metallar sherga tirishami bilmayman. Aytsangiz qilmaydi. Hozir aniqlashtiraman. Uzoqroqdan chiqib boray. Borsam bo'lmayapti. Yo'q. Mashinami? Musor mashina. U Jiguli. Bu qanaqadir zanglab ketgan, nimadir bo'lib ketgan. Chopamiz. Qaysidir ahmoq shu yerga kelib yashagan odam shu ish qilib ketgan, ya'ni rasvoh ketgan. Ko'ryapsizlarmi nima holatga kelgan? Chopamiz. Nimaga bunaqa qilishgan? Bo'ldi, yetadi shuncha. Nima qo'yib ketishgan, buni endi bu yerdan olish kerak. Lekin qanday tushirishni o'ylashim kerak. Qanday? Men bu yerda ochaman birinchi o'rinda, kanishni. Ochib bo'lgandan keyin qanaqadir zinalar qilib turib, tushirmasam bu yerdan tushirish vaqti qiyin bo'lsa kerak. Zinalar zina keltirib turib qilsam ham bo'laveradi. Mana bular birinchi olib tashlaylik bu yerdan. Chunki bular hozir ortiqcha turibdi. Mana shularni foydalansa bo'ladi, keyin bu yerga qo'yishga. Mana bu yerga bitta qo'yamiz. Oq daralarni olamiz. Voy, bu yerga nima kerak? Shamiyman. Mana qilamiz va bu yerda ikkita ortiqcha 3 ta bor ekan. Bu yerda bitta bor, ko'rinmabdi. Mana Ishonaman. Bo'lash kerak. Obbo, qo'limga nima bo'lgan? Mana tushamiz. O, kemir. Chunki bunga yurmay qolish. Hakil olmasam o'zim bilan bo'lmayapti, umuman. Qayta pastga tushirmasam, eshikni ko'rdinglar, yo'q, u signalizatsiyasi bor ekan, u texnologiya. Yaxshi, endi buni hozir Kirkamsini qo'li debdi. Lekin hali singani yo'q. Yarmidan ko'pi bor. Bu qo'yan yo'q ekan u yerni. Eshigi qarqadi. 1 kilometr uzoqqa ochiladigan ko'ryapsizlarmi? Nogiron ekan bu mashina. Ketdik. Kichkina bor ekan, mana bu parraklari ko'rinib o'tib qaranglar. Chiq. Mana O, ukamni ko'rdim. 1 kilometr uzoqqa ochiladi. O'zini ko'rganim yo'q. Bu men qizim, men bu yerga bosish kerak qaranglar. Bu yerda tursa bilmayman. Mana bu yerga kelib turib eshikni oldin bosish kerak. Bilmam bu avtomat. Nimaga Minecraft buncha o'tyapti? Mayli. Muhimi shu mashina qayerdan kelib qo'ygan? Bu janob Meryo borib beraman kerak. Nima qilish kerakligini o'zi biladi janob Merda. Mana esa vaqtda menga zinalar kerak hozir tepani yopish uchun. Zinalardan foydalanib turib tepani yopib olaman, keyin janob Merda borib so'rayman mashinaga qayerdan kelib qo'ygan, kim olib kelib tashlab ketgan, nima bo'lgan o'shalarni so'rashim kerak. Hozir tepani birinchi tezroq tepaga chiqib olay. Tushgandan keyin Bitta. Mana bu yerga bitta qo'yamiz.
Bu yerga bitta, bu yerga bitta va bu to'p. Yo'q, tushib ketdimi? Mayli, javob takror. Uyni qayerdan quramiz? Mana aka, u yerda o'rinchoq ko'rib olgan maqtur tuyadi bilmam. O'tchi yaxshi ichidagi o'tchi. Nima bor nima egani? Chunki bola ustiga Qo'rqim bor. ko'rib o'tirmaydi chiqdi. Mana, takoy vashshe takoy. Mana bu bloklar Bo'ldi, endi olmam bor meni. Mana va mana. Men uyni maytdan quraman xohlagan. Tashlayman. Xo'sh, mana. Ovqatmi yo'q? Bu tomondagi oxirgi bloklar ham olinadi. Bo'ldi, mana uni Bitta, ikkita, uchta. Janobmerdan so'rayman. Bu kimniki, qayerdan kelib qolganini so'rayman. Janobmer bilsa kerak, mana chunki oxirgi martabaga kim kelib yashaganini Janobmer aniq biladi. Qatib qoldi yana. Qarindosh kelib yashagan deganishni. Qarindoshdan boshqa kim keladi? O'z signalni qaranglar. Ana. Signal chalib boryapti. Janobmer, ko'chaga chiqaylik, men sizga korotchi mashina bilan kelyapman stadioningizga. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Yugurib chiqdi, nima qilay? Nima qilsak-chi, u senga korotchi. Bo'ldi, rahmat. Addushi, men talonga topshiraman. Bir chiqsa kerak, bir 20-30 kilogramm. Chiqar, menimcha aniq chiqargan uchun 200 ming pul bo'lsa, normalniy yesam bo'ladi. Jo'xa, men senga qanaqa ish buyurgandim, men sizdaman. Yo'q, qanaqa ish buyurganingiz, hamma buyurgan ishlarni qildimi? Ana u garajni yo'ldan Dayo. ko'rib bu stosga tushgan, lekin sen buzganing yo'q haliya. Sen demak Bechora zombi meni o'ldiraman deb o'zi o'lib ketdi. Hamma buyurganingizni sirraz qilib tashlayapman. yo'q, sen buyurgan ishimni qilmagansan. O'tgan videoyimni ko'rsangiz Bo'pti, hozir qilaman. uy qurganman. Ha, xuddi o'zi. Keyin esa Zaynabningga yangi mashina zakaz qildim. O'sha kelishi bilan olib kelib garajga joylaysan. Bo'pti, hozir qilaman hammasini. Obbo, ketmay turgan shu ish menga. Mayli, hozir bu yerni to'g'rilaman, lekin g'alatiroq bo'lib qopti-yu bu yer. Mayli, mana bu daraxtni olsammikin bu yerdan keyin mashinani qanday burab zaynadi. Avda to'g'ri chiqarib buriladi. Nima? Minusroq bo'lar ekan. Yo'q. Mayli, bir jo'rni bizga kerak bo'ladi. Sen o'lasan, men emas. Bu Tayyor. kerak bo'layotgandi bo'lmasa. Lekin ittilab qolaman. Ko'payishi mumkin. Do'st kerak. Ojitel, mana bu degasenmisan? Yo'q, mana u qizil keldi. Mana u. Qattiqroq yonasan meniki. Assalomu alaykum. Alaykum, qara mana u. Tapurim kuchidan ye. Ikkinchi marta ye demoqchi o'lib ketib qoldi. Ha, o'zim yemayotgan sinozga tushgan ekan. Bu yer mayli. Qo'rizlarni bana yashirib berdi to'g'ri. Bo'pti, hozir eshitdim. Yasaymiz. Qilamiz. Bo'lmasa bular bo'lmaydi. Iloj yo'q, nima deb, iloj yo'q deyishim kerak edi. Men qarochi jetel, mana bu qo'l zekinlaring, bularni olasan, tushundingmi? Men senga yig'ishtirib berib ko'ring, oldingmi? Va malades, bashiringdan u bardim lekin qoch bu yerda sinovga tushgan bu yer. Bu yerni nima qilyapsan? Qara to'xta, bu yerni to'liq bloglarim yo'qotib chiqarib, yana qaytadan narsaga keladi. Voy, tentak bu sanlarni qo'lingizga emas-ku, nima qilib qo'lingizga bunchalik narsa qo'yapsan, ya'ni o'zi qo'l sinovga tushgan bo'lsa, yana buzvoraversan, nima deyman, ikvoraversanlar. Bularni man yo'q chiqishim kerak, tushunyapsanlarmi axir? Lekin senlar tushunmaysanlar, chunki senlarda aql yo'q, farosat yo'q, kalla yo'q degandek narsa vobshe bu narsalar hech biri yo'q senlarda. Dedi Janobmer, men yo'l qilasan degan, yo'l bloklar olib chiqib qo'shib tur. Janobmer, yo'l bloklar qayerda? Saqada qo'ramichda. Tayyor. Xonangizdan kirib olib chiqaman. Mana shu jetel yaramaslarga nima qilish kerak? Aytgancha u ham qurayotgan nima? Bo'pti, Janobmer hozir hammasini hal qilishga harakat qilib ko'raman. Tezroq harakat qilaman, ya'ni hal qilishga. Qo'shtiroy yaramas jetel. Bu jetel nimaga bunaqa yapti? Ular bir gap qilib turmaydi. Bu chiq bu yerda o'ynashma, bu yerda tushunyapsanmi? Sen o'ynashib o'tirma bu yerda yo'l o'tyapti axir. Mana daraxtlar bu yerda olib chiqishda harakat qilsang kerak bo'ladi. Ana jannatni uyni qurishim uchun Nima bo'lyapti? Juda foydali bo'ladi. Minecraftda qo'tyapkanni. Daraxtlarni ishlatib boraman. Va yo'l ham ochiladi. Bu nima edi? Bu qilamiz. Bu qanaqa narsa? Qilamiz. Qara. Mana bu yerda qanaqadir qansan bu yerda ekansan. Ko'p narsalar bor. Nima narsa u? O'shada hisoblanadi. Ya'ni qo'rizlarga cho'p ketmoqchi bo'lganman. U tashlayman. Men olib tashlayman. Bu tarafdan olib tashlayman. To'xta, mana kartoshkani olib qo'ydim. Tayyor. Şimdi tashib tikilani yetilgan kartoshka. Ya'ni ular ikki qo'shganini olib tashladimi? O'sha kartoshka. Biz umuman kreativ qilmoqchi edik. Ana aytdi-da, survivalda quraylik deb.
nima chunki yo'l shag'al qilyapti. Shag'al yo'l qilsa cho'p nega shu vaqtgacha bironta Qo'lim ariq qo'nsin. Tayyor. Ha? Yo'q. O'zi ochlikdan o'lyapmiz, qoch. Xo'p, mana. Endi bu tomonni to'liq Mustafa endi narsalaring turibdi-yu. Sen ashada uy quraver. Tayyor. Tayyor. Narsalarni yetamani. Endi eshik yozash kerak. Bog'ni versak yozash kerak. Lekin meni versak bor. Nima hech narsa yozash kerak emas ekan. Yo'q qilish kerak ekan. Eshik. Yo'q bu nigir ishini olaman. Nigir ishini olish kerak. Nigir. Bu. Nima yasayman hozirman? Belgura yasayman. Faqat toshligida. Tayyor. Bola. Gapirma, bo'ldi, gapirma. Men oddiy bir qishloqiman. Sen topolmaysan, ashirda yuqroq. Topolmaysan sen bu joyni. Topolmaysan. Nima o'zi meni yoniga keltirib urishding? Shu Pedrovni yoqmaydigan tarafi bir blokka sakramasam chiqsa ham bo'ladi. U yaxshi deyishingiz mumkin, lekin u ko'rayotganda xalal beradi. Nima? Tapu? Olmozgami? Ha. Kirga yasadim. Qayerda? Xullas, reja o'zgardi. Men uy quraman. Mustafa esa udara topib keladi. Sen o'zingki? Men seni qadrlaymanmi, bilmayman. Ha? Sen menga tepa qilsang bo'lmaydi-yu. Nega kreativ qildim? Hozir zo'r narsa qilaman, jigarlar. 5 minutga kreativ o'tib turaman. Hozir. Mana bu yerni keyin ma'lum bo'ladi o'zi shunaqa qilib qo'yiladi. Qatib qoldi. Uchinchi qavat ekani, lekin uchinchi qavat bo'lib ketdi. Pastda uydan baland bo'lib ketdi-yu.
hisobda 3-qavat deydilar. Soatning shu bilan. Xullas. O'ta ishlab shular ko'rasizlar. Hech qanaqa ishlama bo'lmaydi. Yo'q. Mana shu ish kerak. Oma. Buni qilamiz. Ikki ish to'g'ri keladi. Bir yo'lni ish qo'yamiz. Janob yarashligidan boshlaydi. Bizga bitta knopka kerak. Knopka yoki noldan qilib bitta knopka kerak. Chunki ichkariga ham qo'yish kerak yo'q. Faqat tashqariga Hozir qo'yamiz. afsuski video shu joyda tugadi. Hammaga xayr. Sizlar bilan men reaktiv bo'ldim. Kanalimga obuna bo'ling va like bosing. Bu men uchun zarur. Mening yangi maqsadim 20 ta obunachi bo'lish. Bu uchun sizning obunachingiz kerak bo'lyapti. Sizlar bilan men bo'ldim va like va obuna bosinglar. Hammaga xayr. Dikkenishdan digi-digi-dish. Kanalga obuna va like bosing. Bu men uchun o'ta zarur. Men aytyapman. Hammaga xayr. Yana bir marta kanalimga obuna, yana bir marta aytaman, obuna bo'ling. Obuna bo'ling. Bildingizmi? Voy, ishonaman sizga. Sizning obunangiz yetmayapti menga. Iltimos obuna bo'ling. Hammaga xayr.